Assalomu alaykum. Bizni xalqimiz ichida yangi kelin turib ishga shu narsadan boshlab, Afg'onistondan o'zini o'zi bandlagan shaxslarga 18 yoshdan 60 yoshgacha bo'lgan fuqarolarga ajratamiz. Kredit 50 milliongacha. Olgan bo'lishi, olmagan bo'lishi ahamiyatsiz. 3 yilgacha beramiz. Plastik kartochkaga 3 yil beramiz. Faqat bu sharti bitta ta'minot bo'ladi, ta'minot. 3 yil muddatga oldi imtiyozlar. Agar yuridik shaxs yadida yoki firma bor desa, uni ham tushunib beramiz. Firmani hisobotlarga tushib beriladi. So'mda beramiz. Jismoniy shaxs kafillik. O'zini o'zi barqaror o'shani ishlatib bo'ladi. Oyiga 20 3 yil muddatga firmaga tashib bermaydi. Maqsad